Alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar bolalar? Tayyor qazilgan qabringiz bormi? Doim tayyor ikkita qabrimiz bo'ladi. Har ehtimolga qarshi biri o'zim uchun, biri keladigan mayit uchun. Yo, bizga o'zimiz xohlagan joydan keldik. Unda o'zingizlarga ma'qul keladigan joyni ko'rib, menga ko'rsatarsizlar. Bo'ldi, kelishdik. Mayli, xo'p. Aka, biz o'zimizga ma'qul kelgan joyni topdik. Bismillah. Qaysi biringlar tushadigan bo'ldinglar qabrga? Jinnimisan sen? O'ylab gapiryapsanmi? Qabrga biz emas, qabrga bizga yaqin bo'lgan qadrdon akamiz qo'yiladilar. Unda boya aytgan gapim. Qazilgan tayyor qabr bor. Mayitni o'sha yerga olib kelib qo'yaverasizlar. Ha, yana bir gap. Qabrni odam tanlamaydi. Qabr odam tanlaydi. Maslahatim, o'zingizlar uchun duo qilinglar. Yana qabr o'zingizlarni tanlamay qolmasin.